Bo'ladigan bola boshidan ma'lum deyishadi. Kelajakda muvaffaqiyatga erishadigan bolalarni 3 ta ajralib turadigan belgisini sanab bering. Albatta. Birinchi o'rinda ular ajralib turadi ota-onasini e'tibori bilan. Ota-ona bolani nima yeyapti, qayerga boryapti, kimlar bilan gaplashyapti, bu narsalar bilan qiziqadigan bo'lsa, bunaqa bola kelajakda albatta muvaffaqiyatga erishadi. Ikkinchi ajralib turadigan jihati bola o'z mas'uliyatini his qilishi. Bog'chamizda shunaqa bolalar bor, oxirgi paytlar rosa xursand qilishyapti. Ovqat yeyish kerak bo'lsa, o'zi yuguradi. Har doim tayyor yordamga o'qituvchisiga, atrofdagilarga idishlarni qo'yib berish, idishlarni olish, kiyim-kechiklarini kiyish, o'z joyini zapravka qilish, kiyimlarini joy-joyiga qo'yish va albatta o'zi borib uxlashi. Bunaqa bola aniq muvaffaqiyatga erishadi. Uchinchisi, ijtimoiy faol va muloqotga ochiq bolalar. Shunaqa bolalar bor, assalomu alaykum deb birinchilardan bo'lib oldimizga yugurib keladi. Bunaqa bolalar bog'cha yoshidanoq olimpiadalarga borib sovrinlar yutib kelmoqda. Bunaqa bolalar aniq muvaffaqiyatga erishadi. Sizni bolangizda yuqorida aytib o'tilgan jihatlarning qaysi biri bor? Izohlarga yozib qoldiring. Shu kabi foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang.